Aziz obunachilar, sigir yo'nalishida mana bunday rossiyskiy olaparodalar ochig'ini aytish kerak, talab juda kuchli bo'lyapti. Shuning uchun obunachilarimizga bir chiroyli olaparoda ishonchli joydan ko'rsatishni maqsad qilib, xudo xolasa Saydullo akamizning xonadonlariga yetib keldik. Assalomu alaykum Oxunjon o'z kanalining hurmatli obunachilari, chorva ashqozlari va sigir qilishga hunoji izlab yurgan aka-ukalarimizga xudo xolasa mana chiroyli yaxshi ertaga yetib kelamiz. Bugungi sanamiz 26-dekabr haftaning juma kuni. Hammaga Saidul ayyom muborak bo'lsin. Gapni cho'zmaymiz, videoni cho'zmaymiz. Narxlar realni ochiqchasiga qisqagina lo'nda video bo'ladi. Sizdan bittadan like paddeshka qilib turishlaring uchun bittadan podpiskani bosib qo'ysalaring, xudo xolasa narx-navolarni chiroylab yoritib beramiz. Biz o'sha Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumani Shavon mahallasidan Saydullo akamizning xonadonlaridamiz. Mana bunda simentallarda rossiyskiy gibridlar mana. Simentalga gibridlar hammasini to'liq ma'lumotlarni Saydullo akamizdan beramiz. Akam, assalomu alaykum. Yaxshi keldingizmi? Charchamay, obunachilar akam. Assalomu alaykum. Charchamaysiz. Rahmat. Xo'p, juma ayyomi hammaga qutlug' bo'lsin. Kirib kelayotgan yangi yil ham barakatli bo'lsin, uka. O'zingiz ham charchamayapsizmi ishlarga? Rahmat, aytganingiz kelsin. Xudo xolasa. Xo'p, Yana yangilari keldi. yangilangan partiya mana. Xudo xolasa zo'rlari, yaxshilari kelgan. Obunachilarimizni talab istaklariga binoan o'zlariman bizga soni ko'proq bo'lsin degan obunachilar o'ta ko'p bo'lishyapti. Biz bahorga buqaga qo'yamiz degan qiziquvchi obunachilarimizga maxsus video bo'ladi, xudo xolasa. Oxiracha kuzatishadi. To'g'ridan kuzatishadi. Like-ni bosib qo'llab turishadi. Ko'ringlar akalar. Hop. Kalla boshlarga e'tibor bersang, holati ideal, oyoq qo'llari yaxshi. Bo'ylarini hozir o'lchab o'tib ketdilar mana. Birinchisiga jip olaman deganlarga, simental olaman deganlarga mana. Eng kichigi ham bu assortiment, ha? Assortiment deb qo'yishadi-yu. Assortiment har xilidan bor. Yoshlar. Mana shundan boshlaylikmi? Bo'ldi, kichkinadan ketamiz. Rosmon o'tga kirgan gibrid xunojin. Endi rossiyskining bolasiga bir qanday gibridlik nimasi bor, ammo o'ta pul bor. Baquvvat. Silos somon kepak hammasini yeydi. Yeb ichishi zo'r. Mana shu onada baylangan arg'amchi bo'yicha turibdi. Yeb ichishdan muammo yo'q. Yeb ichi xo'ralarini ko'rsalang, to'g'risini aytganda tan berasiz. Hozir tugadi bo'pti. Tugadi. Hozir kepak solib qo'ydilar. Tugadi. Yeb ichishni 5 kun sinab olishadi, uka. 5 kun sinab olishaveradi. Havo tomchilar orqali yo'qolgan kasalliklarni borganda yedirib ichib ko'rib olasiz. Ammo sog'lomligi mashina tutami ham hozir ham qarang, hozir bana. O'ta zo'r. Mol kilogini qarang. Hop. Turuvga bitta like deydi-yu, mana. Bitta like. Endi vaqt soati o'tadiki, bu ham yaxshi sigir bo'ladi. Avvalo nasib kelgan puli yengilroq deganlarga mana kichikroqdan boshlab ketaveramiz-a, Saydullo aka. Stakan tuyoq tarbiyalab boraman deganlarga 95 ekan, uka. 95 bo'yi bas. 90 plyusga xotirjam olishaversin. 90 plyusga hisob qolasizlar mana. Oyoq qo'llari ham chiroyli holatda. Yuz qismini ham qarang. Kulib turganmi? O bunu 9 milyonu balanddan kelishchi kerak yo'q. 8 milyon 800 ming ham yo'q. 8 milyon 700 mingga hayda sunnatiga savdosi bor. 8 milyon 700 ming so'mga savdosi bor aka. Bo'ldi. Keyinginisi, bu ham shu qoralar. Rossiyskiy turidan 1 metrga olishaversin. Bitta, mana. Ikkinchisi qarang, ketishing. Ikkinchisi rossiyskiy simentalga gibrid. Ikkita. Bu ham 1 metr ekan. 1 metrdan ekan, ikkita. Hop, uchtasiga demak bitta savdoga. Bitta savdo, mana qarang, mol. Mana molni osh. Yedish zo'r ekan. Emlamalar bo'lgan mol ekan. Ko'ryapsiz, emlamasi bo'lsa bu quloqqa birkam urib qo'ylayapti. To'g'ri aka. Ammo sog'ligi stakan tuyoq zo'rmi? Holatiga baho bersalang mana. Karabkasi joyida. Avvalo molda sifati yaxshi bo'lsin. Suyagi bo'lsin avvalo. To'ldirib olish 1 oyda, yaxshilab kepagini, rejimini hisob tursalang, karabkalar turib, mana bunday palvon mol bo'ladi. Mana ikkinchisi. Ya o'ta bir kelishgan mol ekan. Mana qarang, yuvoshligini, qoralarni, bo'ylarini qarang. Gibridligini ham. Ammo bularga faqat mehr berish kerak.
O'ta zo'r mollar. Ama tuyoqlar istagan tuyoq, ostlari ham zo'r mollar. Kimgadir bo'y basti, sifat ma'qul kelsa, uka bemalol telefon qilishadi. Narx-navosini kelishtirib beramiz. Hammasi aksariyat yirik mollarning bolasi. Narx-navolari yo'lida bo'ladi. Saydullo akamni o'zi kuzatib turganda biladi. Imkon qadar narx-navos yo'lida. Soni ko'p. Yengil-yengil qo'yamiz, sotamiz xolos. Uchinchisi, bu ham o'ta bir kelishgan bu. Qarang. Mol figurasini. Qarovlarigina ham qarang, joylarigina. Mol o'ta keluvdi mol. Hop, bu uchalasiga 10 million, 9 million balanddan kelmaymiz. Maqsad sotish. 9 million 500 mingdan bir joyga ketdi. 9 million 500 dan bir joyga savdosi bor yana. Xayr sunnatiga savdosi bor. Savdosi bor. Tanlab olishiga pilisi yo'q. Pilisi yo'q. Yo'q. O'sha narxda. Ikkita tanlab olasiz, o'sha narxda tanlab olish bo'ladi. Saydullo aka, bo'yni 1.5 dedingizmi? Bir pilis. Bir 1 metrdan pilis. olishamiz. Bitta, ikkita, uchta mana. Uchtasini 9 million 500 ming so'mdan savdosi bor. Bir joyga olaman deganlarga yana chiroylab kamini qilib beradilar. Beramiz. Kichkintoyimiz jicha shug'ul qilyapti-yu. Hop, endi Haqiqiy shved sementalga urib qo'yilgan deganlarga 1-2 yasha bo'yi. 1-2 bo'ylar. Zo'chkasi o'zililar. Bu mol endi to'g'ri gap aytamiz. Bu mol kimni qo'lida bo'lsa ham dehqon bo'lsa ham endi o'zi bilan, to'g'ri. Shuncha mehnat qilib boqib, to'g'risini aytganda, mana shu molda to'g'risini aytganda, dehqon yo 7 millionga 8 millionga berib qo'ymaydi. U ham biladiki, YouTube'larni ko'rayotgan, shunday mollar narxini tomosha qilayotgan ular ham. Hop, buni narxini aytaylikmi? 12 million kam bor ekan. 12 million so'm kam. Kamini telefonda gaplashaveramiz. Narx-navosini aytilgan narxlardan kelishtirib beramiz. Buni haligi oldi endi o'ziga yarasha hamma joyga. O'ziga yarasha, savlatiga, zotiga, bo'y bastiga yarasha narx qo'yiladi. Buni savdosini bemalol telefonda qilaverasizlar. U magazin emas, aytilganda sotilish. Aytilgan narxga sotilish kerak deb yozilmagan ham. Xudo xolasa mana holatini ko'rdilar. 12 million 11 million 8 ming berasiz. 11 million kanalidan chiqdim deganlarga like deb bosib chiqqanlarga yana kami bor. 11 million 800 ga. Sheydi o'zida mana 2 ming tushib berdi. Molni ko'rpusini qarang, molni yunglarni ham qarang. O'ta zo'r. Kami bor. Kelishamiz. Bo'ldi aka. Hisob. Bu mol endi birdan bo'lsin, zo'r bo'lsin deganlarga. Bitta boqib qo'ymoqchi bo'lsangiz, tavsiya qilib ketaman. Qo'shqoqlarni ko'ringda. O'ta keladi. Mana bitta rossiyskimiz ham bor. Bu ham arqonga tushmaganroq ekan. 1.3 ekan bo'yi. 1 metr. Mollarni ko'ryapsiz. Hammasi o'zining holatiga. Mana ama osti o'ta mana bitta ostini olib bering deb o'ta zo'r. Qani ostidan ko'rsataylik. O'ta keladi. Voy bu. Qilaman degan odamlar. Haqiqiy. Qarang, mol ajjanima. Bu ozgina arqonga tushmagan ekan, xolos shu. Endi bu ayb emas. Ayb emas aka. Mana bu. Gibridligi ham bor. Rossiyskiy gibrid varianti. Tumshuqlarga e'tibor bersang, ko'ringlar, o'ta chiroyli. Gibrid varianti. Bu ham keladi, bo'lakcha mol bo'ladi mana shu. Oyoq qo'llar baquvvat. Bo'yi juda o'satda shuni aka. Oyoq qo'llarni ko'ring. Bu shu rossiyskiy qandaydir bir galishtenga gibrid bo'lishi ham mumkin. Har qanday mol gibridligi bor. Aniq bu narsa o'zi. Ajjanvar. Hop, bo'ylari 1.3 chiqdi. Bir pilis olishaversin. Pulachi? Narx-navosi 11 million 500 ming kami bor. 11 million 500 ming so'm. Hey, hammasi kam. Hammasi kam. Xudo xolasa. Endi oxirgi bo'ladi, yaxshilab boqsangiz, to'g'risini aytganda bahorga tayyor bo'ladi. Mana buni qarang, mol gazin. Molda ko'ring, holati ideal. O'ta majmur kerak. Bo'yi. 8 chiqyapti. Bu molga 12 million narx qo'yamiz. Uni juplamaymizmi? Qaysi bilan? Bo'ldi. Yo'q, uni sardingmi? Uni sandingmi? Unisi ozgina kelgan joyida ham, endi zotida ham yana ham farqi bor. Hozir ko'rasizlar, ana encha farqini. Ana. Bu mol ham bo'lakcha. Ozgina qarab olsa mol o'ta tekis. Aksariyat bitta qo'ladi deyarli kelasi. Halasi. Arqonga tushmaganligi bor, xolos mollar. Mollar lekin zo'r, qoralariga ham joyida. O'zi
Jazma hardalar shunaqa yoqadiki bu oyoq qo'llar tekisligini ko'ring-da. Mana. Endi uka. Bunga 12 million berishsin. Uzoqdan kelmaylik. 12 million. Hamma bor, uni uzoqdan olib kelish kerak. Lekin mollarni oyoq qo'liga, korpusiga yetib olib berishimiz. Bo'ldi, hop. Yirik ser suti mollarni. Ama yosh oyligi eng primerlisi, eng kattasi где-то bir 7 oylikdan eng kichigi 3 oylikgacha bor. 3 oylikgacha. Taxminiy, ha. Hop, endi ostidan ko'rsatib boshlayman shuni. Mana bitta. Nimaga bu uni alohida qo'yasizlar degan. Buni ajralib turadigan joyi juda ko'p. Bu boshqa mavzu deydi-ku, ha? Xolasi. Mana bo'yini ham xotirjam olib beravering, realni. 1.8 mi? 1.8. 1.5 plus. 1.5 plus. Olishimiz. Mol o'zini holatda turib ko'ryapsiz. Mollar endi hali hech aqlga tushmaganligi. Qani bular endi sharoit bo'lsa, zagonga qo'yib yuborsang bor, mollar. Cho'g'am tushib qoldi lekin, to'g'risini aytganda hamma og'ilga tortdi mollar, zagonlar yig'ishtirildi. Boshqacha bo'ladi. Lekin hali ham yurganlar bor. Hop. Bo'ylari 1.5 plyusga olasizlar, mana holati zo'r. Savlati bor molda. Mol arziydi, bitta bo'lsin, zo'r bo'lsin deganlarga. Ko'ring kalla oshlarini. Hozir ham salkam bir kesa keladi do'sti ham. Ko'p. Chekam, arziydi. Zo'r. O'ta zo'r. Savdo molmi deb o'ylashadi bari. O'ta arziydi. Yangi ko'rgan. 12 million 500 ming kami bor. 12 million 500 ming so'm. Molni tushungan odamga, zoti bo'yim aqliga odam bemalol telefon qilishadi, kami bor. Kami kestigini telefonda gaplashib bitiramiz. Uka, vodiy bo'ylab dastavkalari ichida 7 ishchisi 5 kun sinov, havo tomchi yo'li orqali yuqadigan kasalliklarni borganda hamma ko'rib tekshirib olishadi. Bunaqa kasalliklar alomati yo'q, borganda ko'rib olishadi bemalol. Bemalol 5 kun yeyish, ichishga sinov muddatini beryaptilar. Eng asosiysi mana xonadoningizga yetib bordi, mashinadan tushirishdan oldin o'z turmush atroflarini tekshirib olaverasizlar. Borgandayoq tekshirib olsa, bemalol tekshirib, yedirib, ichirib ko'rib olasin. Kimda somon bo'lsa, somon berishsin. Kimda silos bo'lsa yoki pichan bo'lsa berishsin. Yedirib, ichirib bemalol ko'rib olsin. Biz sinovda o'tkazdirib oldik. Undan keyin Sirjon Allohga tavakkal 5 kun 7 ishchisini o'zini sinab olishadi. Xotirjam, mollarning nuqsoni yo'q. joni Allohga yetishga sinov bor. Hop, hammasini narx-navosi tushunali bo'ldi. Aytganimizdek, kimga bo'y bersin, narxi asosan, sifati ma'qul kelsa telefon qilaverasizlar. Mana bunday arzoni ham bor mana. Hozir kepangni tozalab yeyapti, gap yo'q. Ishtaha zo'r ekan bu. Qanday? Mollarni ma'qul odam telefon qilishadi. Hammaga yangi yil juma kunimiz xayrli bo'lsin. Like bosib qo'llab-quvvatlab turgan odam deydi. Mana shularning eng kam 10 ta bo'lsin, kattasi. Bo'ldi, 8 ta ekan bu yerda. 10 ta bo'lsin, jub bo'lsin bo'lgan odam. Havas qilgan. Oldi aka, sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar.